Barchaga assalomu alaykum, xayrli tong, xayrli kun, balki xayrli kech, farqi yo'q. Qandaysizlar bolalar? Hammalaring sog'lom, yaxshimi? Ishlar bo'lyaptimi? Charchashlar yo'qmi? Demak bolalar, biz bugungi videoda haqiqiy, rostakam, umuman fake bo'lmagan, ishlaydigan promokodlarni qayerdan olishni ko'rib o'tamiz. Albatta bunday mavzudagi videolarni siz YouTube'da ko'p ko'rgan bo'lsangiz kerak, lekin ularda deyarli hammasi yolg'on. Ko'pchilik o'zbek youtuberlari ham aynan mana shu mavzu bilan obunachi to'plashga ko'rinyapti. Mayli ularga e'tibor qilmaymiz, lekin doimo rostakam yangiliklar Kingfire kanalida. Demak, har doimgidek men mavzuni cho'zib o'tirmayman. Agarda sizlar yaxshilab joylashib olgan bo'lsangiz, biz bugungi videoni boshladik bolalar. Sizga ham ishonchli, tezkor, arzon almos kerak bo'lsa, Telegramdan murojaat qilsangiz bo'ladi. Videoni boshidan sizga aytib o'tgan bo'lardimki, promokod o'zi nima? Promokod bu o'zi Garena'ni ofitsialniy o'zi chiqaradigan bir kodi. Aynan o'sha kodni siz yozsangiz, o'sha kodga asoslangan sovg'a sizga tashlab beriladi. Kodlarni kimlar, ya'ni promokodlarni kimlar yarata oladi? Faqatgina Garena'ni o'zi yarata oladi. Boshqa bir youtuber yoki bir boshqa bir blogerni kim bo'lsa ham sizlarga mana shunaqa promokod yaratdim, olib ishlashlaring mumkin deydigan bo'lsa, bu demak sizlarni aldayotgan bo'ladi. Doimo rostakam promokodlar faqat Garena'ni o'zi tomonidan ishlab chiqariladi. Promokodlar qayerda aktiv qilinadi? Ya'ni promokodni qayerga yozish mumkin? Garena'ning rasmiy saytlariga yozish mumkin. O'zi unaqa sayt bir dona, saytlar emas, sayt desak to'g'riroq bo'lar ekan. Bir donagina shunaqa to'g'ri sayt bor. Qolgan saytlar butunlay yolg'on va ulardan foydalanish sizning akkauntingizni chopilishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun promokodni yozayotgan paytingiz qaysi saytga yozayotganingizni albatta tekshiring. Endi esa ko'pchilik kutayotgan mavzu promokodni qanday olish mumkin? Promokodni bugun olishimiz uchun bizga TikTok kerak bo'ladi. TikTokka kirib olamiz va TikTokdan qidiruvga Kelly Free Fire yozamiz. Ya'ni aynan shu yerdan biz promokod olishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda Kelly pramo efir qilayotgan bo'lish kerak, ya'ni jonli efir qilayotgan bo'lish kerak. Jonli efir paytida chekkadagi timerchaga bosasiz va bu yerda zadaniyalar bo'ladi. Masalan, birinchi zadaniya 3 minut davomida efir ko'rish. Zadaniyani bajarib bo'lganingizdan keyin sizga promokod beradi, uni kopirovat qilib Free Fire rasmiy sahifasiga kirib aktiv qilasiz va sizni o'sha profilingizga pochtadan mana shunaqa sovg'alar yuborilgan bo'ladi. Sovg'alarni ekraningizda ko'rib turibsiz va hozirda ko'pchilikka kerak bo'ladigan magический kubni maydasi, ya'ni shu maydasidan 100 ta yig'salaring bitta butun magический kub beradi. Aynan o'shanaqadan 30 ta berar ekan. Bu narsa endi ko'pchilikka kerak va uni olish uchun pramo efirda 20 minutmi yoki 30 minut davomida ko'rish kerak ekan. Agarda siz Kellyni profiliga o'tganingizda pramo efir tugagan bo'lsa, keyingi pramo efirda kutishingiz mumkin bo'ladi. Bu narsani bitta promo efirda emas, bilmadim, 2 yoki 3 kun davomida mana shunaqa promokodlarni berib yursa kerak. Endi eng asosiy sovg'alarni sizlarga aytdim, bulardan boshqa sovg'a berilmaydi va bu promokodlar SNG regionida ham ishlaydi. Sovg'alar oddiy, o'shanga yarasha topshiriqlar ham oddiy. Prosta promo efirda ko'rasiz va sovg'alaringizni olasiz. Endi esa ko'pchilikda savol tug'ilgani tabiiy, nima uchun men o'zim jonli efirda ko'rib, promokodlarni olib sizlarga bepulga berib yubormayman? Chunki promokodlar bittalik bo'ladi, ya'ni har bir promokod faqat bir marta ishlaydi. Demak, har bir kishini alohidadan promokodi bo'ladi. Shuni olasiz va sovg'angizni ham olishingiz mumkin. Demak, endi siz bugun promokodni qanday olishni o'rganib oldingiz va endi boshqa bir youtuberlarning promokodlariga, yolg'on videolariga aldanib qolmaysiz degan umiddaman. Demak, albatta agarda sizlarga video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying va videoni yaqin do'stlarga ham yuborib qo'ying. Ular ham mana shunaqa sovg'alarni olsin, quruq qolib ketmasin, siz tufayli ular ham prizli bo'lsin, mayli. Demak, siz Kingfire kanalida bo'ldingiz. Barchangizga sog'lik va omonlik tilagan holda bugungi videoni yakunlaymiz.